Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida antildi. Qadrdon noshtadan keyin yoshlar binosiga bordi. Obul Hasan uni ko'rib, qavatli xo'shal bo'lib ketdi. U nava silib choy bo'lib elib keldi va ishkoplardan cheni taqsilardagi yangoq, pista bodom meg'izlarini choy shirasiga tizib qo'ydi. U "Olbaq, qani ishmamsan" degandek takalluflar orqali o'zining ko'nglini izhor qildi. Bo'libmi, qoqlarning ko'ngildagidek bahoda setilib, yoshlar binosi uchun kirim manbasining ochilganligi, 3 qatim avatgan mollarning xaridorlarni o'ziga jalb qilib, do'konlar hech qachon ko'rilmagan darajada ovatlashib ketganligini suyungan holda so'zlab berdi. Agar sening bunchalik amal charangning borlig'ini balg'aroq bilgan bo'lsa, dedi Obul Hasan o'kingan holda. Har xil qoqlardan qo'rqmay biror 2000 tonna urush qolgan bo'laydi. Uni bir demam. Qadrdon hay deb qo'ydi. Ishkirdan kelgan bir necha qoqchilik xo'jayinlari 2-3 ming tonna mol tepib deb yolvorib turib oldi. Shunga bir qancha nahiya yezlarga bormoqchiman. Qadrdon mol manbasining qayerdaligini maxfiy tutdi. Chunki manfaat masalasi har qanday odamni har ko'ylarga silib, qora niyat qilib etadi. To'g'ri, hozir 4-oy chiqib ketay deb qoldi. Obul Hasanning nimdandir o'ylayotganligi ko'zlaridan chiqib turadi. O'rimchi top setish bozorlaridami mol kamchilda? Shundoq, biror 2 mashina mol kirgan hamon qoq savdogarlari, ayonkesh besimdorlar cho'mildek yamshib oladi. Onda nahiy yezlardan mol topqirish bo'lsa, mablag'ni men beraymi? Men bu shundoq o'ylagan, dedi qadrdon chandurmay. Siz yozgan xitingizda oladigan mollarni qoqsatgan pulga ol degashga, sizdan naq pul yo'q o'xshaydi deb o'ylab, o'sha xo'jayinlarni oldim. Necha pul oldim? Hozircha 300 ming. Qolganini orqamdan avatmoqchi. Atla. Obul Hasan eninkini qamalladi. Hayr, o'zimdan ketib qopti. Bu ishlarda tek xomkanman. Ish o'qatda elim berim sodada xelili pishib qolgan qadrdon kavobni ko'ymaydigan, zixni ko'ymaydigan usulda qo'yni o'z yo'lida ishlagan org'amchi bilan bog'lab qo'ydi. Obul Hasan qadrdondan emas, o'zining do'tligidan og'randi. Odamning muomalasi buzudi. Niyat iqbolini o'zgartirdi. Manfaat ustiga qurilgan munosabat qo'lliq shumliqni o'ziq qiladi. Shundoq. Manfaat tamasida bir-biriga qo'l berishgan do'stlarmi bara-bara kushandilarga aylandi. 8 so'm komandorubka, 15 so'mdan to'van yotoq, 350 so'm maosh berib, kichik bolani op-oshkor bo'zak tepayotgan odamga yana qandoq taqsirlik qilsa bo'ladi? Qadrdon shu kunida 150 ming so'mni sumkaga silib, qatnash bekitiga bordi. U nahiyaga mangdigan biletdan birini oldi. Qiyoqliqqa yurib ketdi. Shu kuni kechalab Sattar boboyning uyini izlab tepib, shu yerda qo'nib qoldi. Ertasi sahar Sattar boboyning o'g'li Mirzi Karim uni motosikletga mindirib, qiyoqliqqa menib ketdi. Ular Bo'zyer maydoniga 1 soatga qolmay yetib bordi. Maydon boshlig'i Namlik Niyoz qoqqa xaridor kelganligini ko'rib, etqisiz xo'shal bo'lib ketgan edi. Ular dastlabda qoqning narxi 1-chi, 2-chi oylarda o'rlaydi deb fursat kutgan. Ammo bu yil so'g'uq qattiq bo'lib ketib, hech kim qoqbami deb kelmagan edi. Mana endi O'rimchiga opirayli deganda atiyozliq terror qoplashib qilib, ularni oldirtib qo'ydi. Buğday, qo'noq terilg'u ishlardan boshqa o'riklik bog'larni parvish qilish, o'g'it ko'mish, suv boshlash, harom putoqlarni elib, dori chechish ishlari bilan vaqt o'tayverdi. Hamda qoq savdogarlarining kelishi natoyin edi.
o'zlari Urumchiga yetkash uchun 125 mashinaning kira haqqini to'lab, eng bo'lmasa uning 40% pulini oldin bermasi bo'lmaydi. Mana hozir yangi qilq chiqishimi ko'p qolmadi. Hozir omborni egallab yotgan 1250 tonna qoq ular uchun boylik manbasi emas, balki ofat manbasi bo'lib qolgan edi. Manglik Niyoz qadrdonni omborga apardi. Degan bilan omborning havosi salqin va qurg'oq bo'lib, to'rt tarafda havo almashib turadigan havodan ham to'shikchilar bor edi. Gölqoq qochlangan ming'ilgan tog'irlar omborning to'rt tarafiga sepildak tizilgan. O'tirdagi bo'shliqqa to'kilgan gölqoq to'rus bilan tang turardi. Bu gölqoqlar nima uchun tog'irlar qochlanmadi? So'rdi qadrdon to'rusga tikilib. Qoqbek qurib ketsa xatarlik. Tog'ir yetishtiramidoq, dedi Manglik Niyoz yerga qarab. Bu tur qoqni bahosiga chiqarib sotamay, ziyon tatdiq. Kerim qilgan ozg'ini pulga o'g'it, sullo yo'piq, uruqliq, yeziglik do'rillarni setib oldik. Tog'irga kelganda sal qisilib qoldik. Qadrdon Manglik Niyozni boshlab tog'dek dövlangan qoqning ustiga yomishib chiqdi. Temir go'rjakda qoqni to'ritib 40-50 cm cho'nqurlikdagi qoqni ko'rib boqdi. Bir necha tog'arni echib, unini tekshirdi. Qoqni shaxslar ayrim-ayrim quritganligi uchunmi pokiz, it, qilin ham xil edi. Hozir qoqning selikib qolgan mezgilida birinchi darajaning uchinchisi 1 so'm 90 tiyin. Eng bo'lmaganda bu ikkinchi darajaning birinchisi 1 so'm 70 tiyindan 1 so'm 80 tiyingacha o'tkazilgan bo'ladi. Qarsizlar, dedi Manglik Niyoz gölqoq ustida tizlanib o'tirib. Omborning tegidan tortib, tog'ar ichigacha hammasi bir xil. Miyona, shaltoq, ochiq mig'iz o'riklar bizda yo'q. Shundoq deb hujjat yozib beralamlar. Albatta yozib berma. Manglik Niyozning ishonchisi borligi keskin ovozdan bilinib turadi. Sizlar biror zavod yoki shirkatlarda mas'ul chiqishdan ansiravatdilar, shundaqmi? Men qilgan hujjat orqali sudga arz tutsa bo'ladi. Bo'ldi. Men ishondim. Undaqda bahosini pichib bersizlar. Bultor bir koy 5 mingdan o'tkazgan. Manglik Niyoz darhol qadrdonning mejida turgan chiroyiga qarabla past qo'yga tushdi. Qani, o'zlari bir nim deb baqsalar, qamlashib qolamiz. Qadrdon Manglik Niyozning xaridorni qochirib qo'yishdan qo'rqib, cho'chib, andikib turishlarini ko'rib, ombordagi qoqning o'zlariga yuk bo'lib qolganligini his qildi. U hozir 1 so'm deb baho qo'ygan taqdirdami, u ma'qul deydigandek qiladi. Chunki qoq qo'yankashlarimi izza topmay 50 tiyin, 60 tiyin baho qo'ydi emasmi? Biroq qadrdon ombor oldiga yig'ilib ketgan dehqonlarga qarab, ichida bir yerlari birinchi xazinasi. Bo'z yer maydonining oshu jo'l-jo'l kiyimlik, to'p chiroy dehqonlari. Dehqonchilikdan sirt o'ddiga berilgan 50, 150, 200 to'p, hatto uningdan ortiq o'rik tuplarini parvish qilib, yozda bolalarga yegizmay, utturliq tushganlarini utturliq o'ziga yeyib, bo'z yer maydoniga o'tkazadi. Gölqoqlar obdonlarga setilsa, ashu dehqonlar o'diga olgan o'rik haqqini to'lab, eshingan ozg'ini pulga choy, tuz, taxti gugut oladi. Yoki jo'narib turgan qizlarga oddiygina 2 ko'nglik, dambizi tambal olib beradi. Shuning bilan notavallarning oftobda ko'ygan, shamolda yerilgan miskin yuzlari sham chirog'dek villada yurib ketadi. Ammo ularning peshonalari ta'tir kelib, o'rik oppoq chechaklagan chog'larda biror do'qolga uchrab, chechaklari bemahal to'kilib ketsa, ularning shodliklari tongdagi tomondek g'oyib bo'ladi. Texi quruqdan quruq g'adiyib turgan o'rik tuplariga o't ko'maydigan, sudi oqmaydigan temir pul to'laveradi. Oy, bak jimib ketdi-ku.
qimmat ko'ryapsanlar, dedi Manglik Niyoz tanglik ichida. Undaqda deb baqsizlar, ko'ngillarda qanchadan olala. Toplangan dehqonlarning uni ichiga tushib, jimjit qarishib turardi. Ham qadrdonga bir Allohdan insof tilaydi. Sizlarga baho qo'ygim yo'q, dedi qadrdon dehqonlarga qarab. Sizlar degandek bir qo'y 5 mingdan bo'lsin. Oy bu sizlar? Angacha qarab turgan dehqonlarning qarasligan chavaklari Manglik Niyozni cho'chitibdi. Shuning bilan darhol esiga keldi. Qanchadan oldilar? Hammani. Nima? Manglik Niyoz turgan o'rnida santurlib ketdi. Bu 1250 tonna bo'lsa, sizlar hammani olamlar? Hammani. Göldirlab o'rilgan chavak Manglik Niyozni yana cho'chitibdi. Bir gapni deyishib olayli. 1 kilo go'liqoqning kira haqqi qancha bo'ladi? Buni bildiganlar? Bilma. 2 mo'chan. Bilsizlar yaxshi. Qadrdon Manglik Niyozni boshlab go'liqoq dövisidan tushdi. 10 tonna yuk ko'taradigan 125 mashina ketadi. Bunun amalını qılalamla. Qılsılar texi yaxshi. Bo'lmasa kira mashinalarini men topaman. Kira pulni men to'layman. Unda qilsalar bizning bir yukimizni yeniklatgan bo'ladilar. Manglik Niyoz qadrdonning qo'lini tutdi. Bir mashina qaqni 1500 so'mdan kira qildirgandimi 190 ming so'mga yaqin pul ketdi ekan. Shunlashqa qo'ygan bahodan kira puli uchun 2 mo'chan qilib qolsin. Tuqqanlar! Qadrdon dehqonlarga qarab o'llik vaqirdi. Sizlar rozimi? Rozi. To'xtam bo'z yer boshqarish ishxonasi tuzildi. To'xtamga bo'z yer boshqarish ishxonasining tamg'isi besilgandan boshqa Manglik Niyoz boshlab bo'z yer boshqarish o'rnining kadrlari, dehqon vakillari ismini yozib, uning ustiga qizil so'riq bilan barmoqlarini bosdi. Her iki taraf bir parçadan to'xtam nusxasini elishdi. Qadrdon o'ziga tegishli to'xtam nusxasini ko'pchilik oldida o'llik o'qidi. To'xtamnoma. Bizga qiyoliq bo'z yer boshqarish ishxonasi shul to'g'riliq to'xtam tuzimizki. Qadrdon Abbosga 1250 tonna go'liqoqning kilosini 1 qo'y 3 mo 5 mingdan satdik. Jami tonna sonida 1 yoki 2 tonna uyon bo'lishi mumkin. Ama saq o'tkazishga, qoqning boshdan oxir bir xil bo'lishiga, ochiq meg'iz aralashmasligiga kapolatlik qilamiz. Agar bu shartlarga xiloflik qilinsa, qonuniy choraga rozimiz. Qadrdon Abbosdan oldin 100 ming so'm zakolat topshirib oldik. Qolsa o'tkazgan malning pulini qutturlik olamiz. Agar kimki sodidan yansa, %30% to'lam to'laydi. Qadrdon sotquchi, olg'uchi va guvohchilarning ismini birma-bir o'qib tugatdi. Qarab turgan kadrlar, dehqonlar chavoq chelishdi. Manglik Niyoz qadrdonni tamoqqa taklif qilgan edi. U o'zira so'rab unimadi. Men hozir noyi kirib, yuktush kolonlari bilan so'zlashima, dedi qadrdon. Shaxslarning yuktush atratlari bormi? Baba. Manglik Niyozning xo'shalligi chiroyidan bilinib turadi. Bir qanchasi bor. Amsa tog'or setib olib, darhol qoqtovusini qochilib etayli. Xotirjam bo'lsizlar. Mashinalar kip bo'g'icha qochilib tugitimiz. Qadrdon Mirza Kerimning mototsikletining orqasiga minib menishi. Dehqonlar uning orqasidan xeli bir yerlarga chavoq chelib, agishib kelishdi. Qadrdonmi ularga qo'llarini pullanitib xo'shlashdi. Ajab katta savobni oldingiz jumon, dedi Mirza Kerim cho'ng yo'lga chiqqandan keyin. Agar siz 7-8 mo'chan deb turasingizmi, ular berib etadi. Chunki dehqonlar uzundan beri pul ko'rmay bak qiynalib ketdi. Yana bir tarafdan omborni bekor qilmasa bo'lmaydi. Men uni bildim Mirza Kerimka. Dehqonlarga selishtirganda bizning kunimiz 1000 barobar yaxshi.
Qadirdan eg'ir xursindi. Aşo boyun qısılıb turgan bechara dehqonlarni yunib yeb, arshalarga chiqarmizmi? Ko'rgansiz, ularning boyqi xo'shalliqlarini. Yaşanız kichik bo'lsa-mu, sehiy saxovatingiz tog'ib etgan uka. Mirza Kerimmi eg'ir tenib qo'ydi. Men buni Urumchidagi chog'da his qilgan edim. Ular parang bilan bo'lib, Nahiy bozoriga birdamdili yetib bordi. Qadirdan yuk to'shish koloniga berib, ishlab chiqarish bo'limidagi ish boshqaruvchi Hanzo bilan ko'rishdi. Ularning mashinalarining ko'pinchisi Urumchiga mol yetkazib ketgan bo'lib, kolonda faqat bir qancha mashina qolgan edi. Urumchiga ketgan mashinalar qachon qaytib keladi? Qadirdan Taqirbosh ish boshqaruvchiga qaradi. Hayal bo'lib qolarmi? Yo'q, 4-5 kun ichida kelib bo'ladi. Menga 30 mashina ajratib bera olamsiz? Hozir nahiyimizda yuk topmoqdasiz. Hammasini bo'lsa chiqib beramiz. Lekin mashinalar kelguncha saqlab tura olasizmi? Saqlayman. Amsa ati bir keling, boshliqimiz bilan so'zlashib, azroq zakarat qoldirsangiz, mashinalarni hech kim olib ketolmaydi. Qadirdan yuk to'shish kolondan qaytib chiqqandan keyin Mirza Kerim uning talabi bo'yicha qisqa yo'llik qatnash bekatiga motosiklet bilan akilib qo'ydi. Ular avtobus mang'icha qatnash bekat g'o'lisida paranglashib o'tirishadi. Mirza Kerim yeni qoq chiqqan hamon qoq savdogarlarga satmay o'zi Urumchiga opirib Qadirdanni izlaydiganligini aytdi. Qadirdanni uning bu cho'qim yaxshi bahoda setib berdiganligi haqida va'da qildi. Mashina go'rkarib o't elishi bilan Qadirdan mashinaga chiqib, orqa o'rindiqqa kelib o'tirdi. Mashina ichi yo'lovchilar bilan to'shmagan bo'lsa-mu, menish vaqti bo'lib qolg'achqa asta qo'zg'aldi. Qadirdan motosiklet yanada o'r turgan Mirza Kerimga qo'lini pullantishi, uni qo'lni silkib qatnash bekati ichida qoldi. Mashina cho'ng yo'lga chiqishi bilan Qadirdan o'rindiq yo'lanchiga beshini qo'ygancha ko'zini yumdi. U garchi ko'zlarini yumib olgan bo'lsa-mu, ko'ngil ko'zi bilan qiyolikdagi dehqonlarni ko'rib turadi. Agar u bugun haqiqiy savdogar ruhi, savdogar yo'li, savdogar mezoni bo'yicha ish ko'rgan bo'lsa, ashu 1250 tonna molni bir so'mdan 1.250.000 so'mga olgan bo'ladi. Ammo uni ishkirdan kelgan xo'jayinlarga 2 so'm 10 tiyindan o'tkazgan taqdirda tangi tang, hatto izning foydasi eshib ketib, Qadirdan bir savdodala millioner boy bo'lib qoladi. Lekin o kechicha, yo'q, bir necha chog'largacha uyqusi qochib, hasratlik xiyollar bo'shigida bo'g'ilib azoblanadi. Chunki u qandoqdir yavash, mo'min, miskin bir bechorani qamchilab ishga selayotgandek, uning yoqasiga esilib, zo'talik qilayotgandek, u notovan bo'lsa, hech qarshilik qilmay, og'zi burnidagi qonni surtayotgandek tuyg'ularga g'arq bo'ladi. Shunga o bugun Namlik Niyoz ko'ngillarda qanchadan alala qamlashib qolamiz deb og'ziga gap selib bersin. Qadirdan men sizlarga baho qo'yg'im yo'q deb gapni uzuvatdi. Mana shu chog'dagi dehqonlarning ixtiyorsiz chavoq kelib varqirishib ketgan holatini, ya'ni ularning chiroylaridagi chin tabassumini Qadirdan necha millionga setib olaydimi? Qadirdan bugun bilan tang shaharga kirdi-da. Qiziq darvozadagi oshxonalarning birida qo'rsoq to'yg'izdi. U uy tomoq seg'inib, bo'libmi onasining aytgan nag'mini, go'shtnonlarini, cho'chilari ko'ziga ko'rinib, uyning bo'sig'isiga oralla ulgurgan edi. Biroq o'ylamagan yerdan oildagilarning so'g'uq nazariga uchirdi. Mana hozir ular bilan bir shirada o'tirib tomoq yeyishmi azobli ishga aylanib qoldi. Qizg'in paranglashib, kulishib o'tirganlar Qadirdan kelgan hamon xuddi og'izda talqon bordek jimjit o'tirdi. Tomoqmi intayin so'g'uq kayfiyatda yeyildi. Shunga Qadirdan voy bo'ldilar, ularni o'zini qiynab nima qilay degan o'yga kelib, sirtdan tomoq yeyishga majbur bo'ldi.
Qadrdon uyga kirganda uydagilarning hammasi televizor ko'rib o'tadi. Ular ishning taraflagan shapisidan orqasiga qayrilib qaradi-yu. Ya'ni şu hamon ko'zlari televizorga og'dirildi. Shundaqmi Abbos ko'ngilga yarasha qo'rsqin qandoq deb so'rab qo'ydi. Qadrdonmi dadisiga tarki hurmat bo'lmasin uchun to'q sirtni yedin debla ukisi Abdurahmonning hujrasiga kirib ketdi. U atsi ota-onasi ishqa, otasi bilan inisi maktabga ketguncha qo'pmay yotdi. Uy odamsiz jimjitlikqa cho'kkandan keyin o'rnidan turib yuzini yuvdi. Ondan nashtimi qilmay narsa keraklarini yig'ishtirib, so'ngkisi bilan chamadonini ko'targanicha ishni go'pli yopdi-da chiqib ketdi. Qadrdon viloyatlik partikum mehmonxonasidan yolg'iz kichik yotoqdan biriga 3 kunlik bilet kestirib, urilishib olgandan keyin noylik yuk tashish koloniga bordi. İşlep çıkarış bölümünün başlığı onunla maşinlarning Urumchidan qurilish materiallari to'shayotganligi. Faqat elidan öküz yurkigan 14 mashinani chiqarib bera oladiganligini aytdi. Qadrdon barg'i shukr qilib talon kestirdi. Ular o'zlarining tuzumi bo'yicha zakolat uchun 10 ming so'm oldi. Ammo bu mashinlar qiyolikdagi mol tugigacha to'shaydiganligini aytdi. Ögünlükki etigendan başlap, maşallah mal yetkişki mahsı bolandı. Dedi başlık, tamakı tutaştırıydı. Yaki vakti var mı ya? Buldu. Maşallah, Şinjan mehmanxonasi o'tish bo'yicha men aeroplan bilan berib ulgurma. Qadrdon noylik yuk tashish kolondan qaytib kelib, tushlik tamoqini viloyatlik partikum mehmonxonasining oshxonasida yedi. Ondan taksi kira qilib, Tönügün Mirzi Kerim ikisi sözleşip koygan Çera nahiyelik yük taşımış koloniga yürüp ketdi. Qadrdon yetip barganda Tönügünki Taqirbaş Hanzo onu qizg'in qarshi oldi va boshliqning ishxonasiga elib kirdi. Kolon boshlig'i 50 yoshlardan oshgan, xuddi yeng'og'ishdek uruq, egiz odam edi. U har bir eg'iz gapida shundaqmi degan gapni qo'shishni unutib qolmaydi. Degan bilan bu yeng'og'ish Qadrdonga 11 mashina hal qilib berdi. Qadrdon oldin 6000 so'm zakolat topshirdi. Ularmi o'g'illikdan boshlab qoqni yo'tkaydigan bo'lishdi. Qadrdon yana qoq manbasini qazish uchun bog'cha, to'sala, bozoq va loyqa yezillarini aylanib 3 kun o'tib ketdi. Bu yezlarning ba'zilari yangi qoq chiqqan hamon setib tugatgan. Barlarning ambarda saqlanib qolgan qoq, monak, o'zim, qor yuriq qoqlari 5-6 mashinaga qochilgudek oz edi. Shuningdek, ular yezlik hukumatning mashinlarida o'zlari opirib berdigan bo'lishdi. Qadrdon bahosini kelishib, 10 ming so'm zakolat bergandan keyin kashlab shaharga yurib ketdi. U Yaqub hojimning mashinalari kelmaganligini bilish uchun yoshlar binosiga berib, so'l kiyib kayniga yandi. Chunki mashinalar texi yetib kelmagan edi. Ammo u temir darvozadan chiqishi, Yaqub hojimning 7 mashinasi orqa-orqadan yoshlar binosi hovlisiga kirib keldi. Qadrdon hojim bilan quchoqlashib ko'rishdi. Sho'pirlardan hol so'radi. Bu asnoda Obul Hasan paloqlab yetib keldi. U mashinadagi egiz besilgan mollarni ko'rib, gul qaqalari echilib ketdi. "Ha, sho'pir birodarlar, jafo chekdinglarmi?" Obul Hasan qo'llarini o'yintib varqiradi. "Bugun sizlarni restoranimizda qonug'idek mehmon qilaman. Eng iyisi yotoqlarda yotqizaman. Sizlarga otgan mukofotim bor edi." Obul Hasanka, "Men Yaqub hojini elib ketib, o'zim mehmon qilib olay bo'lamdi?" dedi Qadrdon. "Qandoq? Ma'qullaydigansiz?" "Sizlar ishkinglar kelsanglar, sho'pirlar nima deb o'ylab qoladi?" pichirladi Obul Hasan. "Kayfiyatni buzmanglar. Sizlarmi birga o'tirishib, sho'pirlar qizg'an vaqtida chiqib ketmamsizlar? Biz qut xazinasi." Restorandagi mulozimlar allburun tayyorlik qilib bo'lgan edi. Chunki Obul Hasan tushdilar oshpaz mulozimlarga bugun kechgacha 7 mashina yukimiz kip bo'ladi. Jafo chekkan sho'pirlarni obdan kutib olamiz deb uqtirib o'tgan edi.
restoranning ayrim xonasidagi 10 kishilik cho'ng yumaloq shira xilma-xil qo'rima, qo'rdoq, polo, Peter manta, permuda, to'ni kavob va zix kavoblar bilan to'lgan. Mulozim qizlar piyolalarga choy quymoqda edi. 5 kun cho'l tamoqi bilan cho'ldarab ketgan shoferlar tamoqlarga bo'rdek hujumga o'tdi. Ba'zi yosh shoferlar og'ziga tamoq tegmayla pivo botilkalarining og'izlarini vakildatib ochadi. Istiqollardan oppoq ko'pik o'rlab pastga soqiydi. Ba'zilar zix kavobni tishlarida serisa, ba'zilari Peter mantalarni shupulab yeydi. Ubul Hasan bir istiqon pivoni ko'tarib olib, shoferlar bilan urushtirib o'tadi va "Elinglar, beqinglar" deb baqirib, mehmondo'stlik qiladi. Shu asnoda Qadrdon bilan Yoqub hojim hech kimga sharh bermayla chiqib ketdi. Yoshlar binosi bilan viloyatlik Portugal mehmonxonasining orlig'i 1,5 bekat atrofida keladi. Shundaqdimi Qadrdon Yoqub hojimni taksi bilan elib ketdi. "Ey, kichikkina yo'lga nemancha isrofxo'rlik qilsa?" dedi hojim sal xafa bo'lib. "Piyoda kelsang bo'ladi-ku." "Hojimka, 5 kun yuk mashinaning kabinkasida o'tirmoq oson emas, charchab ketdingiz." "Hey, ota-onam bilan birga yotmay, nimandaq mehmonxonada yotsa?" "Hel deb berma." Qadrdon ochiq kuldi. "Pah, nima degan qatnol odamlar bu? Har qancha katta amaldor bo'lgani bilan islohot davridagi yangiliklarni, mo'jizlarni tushunmasa bekorga. Degina, zodi nemish bo'ldi?" Qadrdon yaxshi ko'ngli bilan akalgan pulning o'zini o'g'ri, bulongchi, heroin atkazchi qilib qo'yganlik jarayonini so'zlab berib edi. Yoqub hojim hayron bo'lganidan tangir qopli qoldi. Yoqub hojim gap qilish uchun og'zini o'mallab turishi. Taksi viloyatlik Portugal mehmonxonasining hovlisiga kirib, gullik oldida to'xtadi. Ular mashinadan tushib, mehmonxona koridoriga kirishi. Navbatchi kutkichi qiz eshikni ochib berdi. Yoqub hojim yotoqqa kirib, to'rt tarafga qarab chakchiyib qoldi. Kun chiqishga qaragan butun bir tom aynak bo'lib, uningga tortilgan chet el pardalari ko'zni chiqib, yilpirlab turardi. Rangli televizor, unalg'ulardan boshqa issiq ham sovuq havo tangshig'ish, shkaflarda almashtiradigan ish kiyim, uxlash kiyimlari, hatto bozorga olib chiqadigan so'mkalargacha bor edi. Alamat bezalgan oliy karvatning hayvatidan odam o'ltirishga aymin etdi. Munchining aslahalari butunlay zamonaviy loyihalangan bo'lib, hatto o'zligidan yuvib qo'yish asboblari bor edi. Pah. Qo'g'in tozdan tilib, shoptol, olmalarni yuvib, ustini suluyo bilan o'rab akirib qo'ydik-na? Dedi Yoqub hojim bir tinim qo'g'inni qo'liga olib. "Degina, necha pullik yotoq bu? Siz qancha pullikdi?" 200 so'mmi? "Ha, 2 ko'paytimi?" "Nima? 400 so'm? Ey, sen bundoq emasding bu?" Yoqub hojim olib qaradi. "Nimandoq hashamatxo'rlik qilsa?" "O'g'irlik, bulongchilik, atkazchilik qilib topgan pulni mushundoq buzib ketib tugatmasam, qandoq tugitimi?" "Ha, ma'qul. Ota-onangga qiydab, ashunda qilyapsan-da," dedi Yoqub hojim. "Hey, ular degan 60-yillarning mahsullari. Pulni 5 tiyin, 10 tiyinlab xaslagan odamlar. Bir yo'lli bir sanduq pulni ko'tarib olsang, yerim orqasiga tirimida o'rib ketmabdi." "Shundaqdimi o'g'ri, qaroqchiga muomala qilgandek qerichi yenich bo'lsa?" "Agar senmi ashular beshidan kechirgan qatmuqat ijtimoiy siyosiy harakatlarning ziyonkashligiga uchragan bo'lsan, ulardan battar ehtiyotchan, qo'rqinchoq bo'lib ketgan bo'ladi." Ular ana shundoq talash-tortish, varqirash, ochiqlashlar orqali bir-biriga singishib ketgan odamlar edi. Yoqub hojim biror ish detiga yoqmasa, yuz xotir qilib o'ltirmaydi. Teri ustida pul qiladi. Qadrdonmi, cho'nkan, hojimkan degandek
suikatlardan xoli edi. Lekin ular bir qapas varqirashlardan keyin birdilla pastga tushib, o'zlarining tirikchiligi haqida bosh qotirdi. Mana shu turqidimi Qadirdan bu qitim Xotanga kelib 4-5 kun ichida qilgan ishining hammini so'zlab berdi. Xotandan yuk tepilmay, mashinalarning quruq qaytib ketishdan g'am yegan Yaqub hojim 1250 tonna go'li qaqning gapini anglab qavatli xo'shal bo'lib ketdi. Tapqan mashinalardan qacha yo'lga chiqdi. Tunib aytganda. Undaqda bizmi atiganda yuklarni tushirib yetib, dedi Yaqub hojim. Keşlep, qiyolik bo'z yer maydoniga yurib ketsak bo'ldi-ku. Men ubulasankammi deb qo'ygan. Yuk tushirishga siz qatnashma. Nima? Biror ishing bormidi? Xotandan yana 10-20 mashina topmamsiz. Qadirdan hojimga umid bilan qaradi. Yoki amal qilolmamsiz? Sencho men ati aeroplan bilan mang'sam, yo'lga chiqib ketgan mashinalar nima qilarini bilmay qolar. Mashinalar tuniga yo'lga chiqibdi. Ya'ni 2-3 kun kechikib yo'lga chiqsangmi, ulgursangmi? Hojimka, mening o'qiyotganim o'zingizga ayang'i. Mana bugun 5 kun darsdan qoldim. Mundaq degan. Bu tarafi bo'lsa, darhol ma. Amsa, men degan ishni bajara olamsiz? Bo'ladi. Bir kun kechiksammi, 15-20 mashina bo'lib mangayli. Happalle, mundaq demamsiz. Qadirdan kuldi. Chapoyingizni tutishlik, haqqingizni bersam bo'lmadimi? Haqning gapini qilma, dedi hojim keskin holda. Bu qatam obdan mashinadan yana 3 ni so'zlashib qo'ydim. Sening qarz olsam, o mashinalar haqi uchib ketadi. Karvon 10 bo'ldi ekanda. Jadaq yo'q. Texe 20, 30, 40, 100 kun boradi. Bah. Hojim deganning nafsi addasiz yomon bo'ldi ekan-a? Hojim shafqatmay xunpa. Xotin bola chaqasini ko'rishga jini taqillab turgan hojim qarang'i tushish bilan sho'rg'oqdagi uyiga bordi. U menish oldida ati yuk tushirishda mashinalarni yo'tkash to'g'ri kelsa lozim bo'ladi, atiganda sho'pirlarga yetkazib deb mashinaning ochqichini berdi. Qadirdan atiganda viloyatlik partikum mehmonxonasining ish bajarish ishxonasiga kirib, kech soat 8 ning aeroplan biletiga tizimlatib pulni to'ladi. Ondan yoshlar binosiga berib, Obul Hasanga ahvolni degach, Yaqub hojim haydagan mashinaning ochqichini topshirib bergandan keyin yotqi qaytib keldi. U yo'l tayyorligi uchun ish kiyim, paypoq, qo'l yog'liqlarini tozliq uyda yuyib, qisqichlarga qisib turardi. Eshik chekilib, Yaqub hojim kirib keldi. U soqollarini qirdirib, burtini chiroyli yasab olgan edi. Yerlik yuk tush atratlarining ikkisidan 17 mashina hal qildi, dedi u kulib turib. Meniki bilan qo'shganda 24 mashina bo'ladi. Yaxshi bo'pti hojimka, dedi Qadirdan. Bir muhim gap bor. U bo'lasanga qiyolikdagi 1250 tonna molga ishkirdagi xo'jayinlar mablag' solgan deb qo'ying. Xutingizmi? Sen bunu demasangmi, ko'nglimga tukib qo'ygan. Voy hojim. Hojim degan oshundoq aql bo'lsa, 10 qatim hojim bo'lg'imda meni. Bo'ldi. Masxarani qo'ya. To'xta. Bir ishni unutibman. Hojim qo'lni ko'tardi. Pensiyaga chiqqan bir xotin qo'shnimiz bor edi. Ularning o'qituvchilik qilayotgan ikki qizi ota-onasi xizmat ishlab, suyi, munchisi, hojatxonasi ichida ham qishda o't qolmaysizlar deb bino o'yilib bergan edi. Mana endi bankadan olgan qarzning o'simi falon yilda pul kuni bo'ldi ekan. Shunga darhol to'lab o'taylik deb qo'ra joyni sotmoqchi bo'ldi. Zodi nima demoqchisiz? Ashu qo'ra joyni elib olish niyatingiz bor o'xshamanda pul berib turaymi? Yo'q, sendan 3 mashinaga pul olaman devasan. Uningga yana qarz olamdan. O'zimning qo'ra joyim to'sa,
Әмсі неме демекçi? Öylere bütünley zamanı geçilingan. Bir yerim modek qo'ri bağları bir cennet degene. Mana hozir 120 ming g'imo xaridor chiqmayotdi. Agar puling bo'lsa elib qo'ysang, balangdan balangga qolgan bir ziminda u. Agar elib qo'ysam, uni kim saqlab beradi? Bizning bolalar ijaraga berib qo'ysa, pulni xajlansa, salam. O'zimin degan o'lmaydigan oltin qo'ziq. Ular odati bo'yicha yana bir qafas takonlashgandan keyin darhol sho'rvoqqa mangdi. Sho'rvoq shahar atrofi bo'lib, bog'i bo'stonliq, eriq o'stanlarda sular eqib turgan intayin havoliq ham manzillik joy edi. Kun sayin kengayotgan shahar qurilishi borgan sari sho'rvoqni o'z bag'riga singdirib o'tadi. Yaqub hojim bir necha qo'shnilarini shohid ham guvohchi bo'lishga chaqirdi. Mo'ysib qeyrlarning ha-hu deyishi bilan qo'rjoy 120 ming so'm bo'lib pichildi. Qadrdon shu joyda pulni sanadi va guvohchi shohidlarga choy puli tarqitib berdi. Kun qayrilib, Yo'rinqosh daryo sohillarining yomg'ir bulutidek büyük baraqsalliq o'rmon bog'lariga qing'aymoqda edi. Qadrdon soatiga qaradi. Onun menishiga yana 1 soatdek vaqt qolgan. Darhol mehmonxonaga qaytmasi bo'lmaydi. Yaqub hojim uni uzitib qo'yish uchun birga keldi. Qadrdon jannatdek qo'rojoyning yer xiti va o'zining egdorchilik kinishkillarini chamadonga soldi. Ondan o'ylig'i chiqishi, aerodromga elib mang'ilgan avtobusma keldi. Qadrdon bilan quchoqlashib xo'shlashgan Yaqub hojim mashina viloyatlik partikul mehmonxonasi qo'rosidan chiqib bo'lguncha orqadan agishib keldi. Mashina cho'ng yo'lga qayrilib, ushqandek mengib ketgandan keyin u ichida Xudo seni o'z panohida saqlasin. Yomon ko'z, yomon so'zlardan yeriqsin deb tilak tiladi. Ondan yoshlar binosiga yo'l oldi. U amdili temir darvozaga qadam elishi. O'yildan Abbos bo'jan chiqib qoldi. Ular tinchlik amonlik so'rashgandan keyin Abbos bo'jan hojimga ig'ir nazarda qaradi. Tunigundan beri 3 qatim keldim. Ajab kamdidarg'u o'zlar. Abbosning ovoziga ta'addi o'rlashgandek qiladi. Aslida qoida bo'yicha o'ylarni patlaydigan odatlarimiz bo'ladi-ku. Abbos bo'jan, kechirsilar, dedi hojim o'ng'aysizlanib. Bak oldirash bo'lib ketdi. Bo'lmasa ko'nglimda bor. Ko'nglimda bor demay. Og'zimning uchida bor desang, lalla gap qilgan bo'ladi-da. Abbosning ochiqi yonadigandek emas edi. Hech kim ko'rikdan o'tkicha degandek, omon esan qishdan chiqib oldim-da. Yo'qsa, o'zining shafaat, otidarchiliklarni pekir qandoqmi unutsin? Hojim qizirib ketdi. Undaq tuzuniyat, tuzlig'ini chaqirgan ishni Xudomi ravo ko'rmaydi. Yaqub hojim bir mashina bilan kirakashlikka qadam olganda Abbos bo'jan uningga tijorat kinishkillarini hal qilib berishdan sert bankidan qarz pulni hal qilib bergan edi. Islohot yangi yo'lga qo'yilgan o chog'larda iqtisodiy tuzumlar qiyin ham murakkab edi. Moshundaq zil paytlarda Abbos bo'janning bundoq yakdillik qilishi oson emas albatta. Shuning uchunmi hozirgidek ochiqlanishi, o'kirek esilib, ta'ni kinoya qilishi ana shu vajidan ekanligi aniqli turmadi. Qandaq? Hozir bizning uyga boramdoq yoki Mashhadla g'anjug'ida ko'rishaylik demdoq. Abbosning payli bo'shimay turadi. Mening sendan so'raydigan muhim gaplarim bor. Mening o'zlariga deydigan sizning gaplardan muhimroq nasihatlarim bor edi. Ta'ni topidan burni qo'lg'ich to'g'an hojimning gajgisidan qo'radi. Anglagandan keyin bilib qoldilar. Ammo hozir kashf ketdi. Men ati atoydan sizlar taraf o'tay. Amsa hojimning nasiyatini o'ylab, kechichi to'lg'inib uxlayolmaydi ekanman-da. Bu asnoda
Yoshlar binosi palampiydan tushib kelayotgan O'bul Hasan ularni ko'rib qilib, yugurib yetib keldi. U Bo'jang bilan hojimning xo'tan qo'shqirdek minguz chinishib qolganligidan bexabar. O'z ichida qaynab ketdi. "Voy, Abujon, hojim, bizning shuncha madaniyat o'ylarimiz, damimish bilimlarimiz suruqliq. Bu yerda uyar turib sizlashganlari tegil bo'lmabdi. Zodi bo'lmabdi. Yusla. Qiziqqina choy bo'lamdi yoki tanga rohat sovuq ichimlik bo'lamdi. Ishkash paran qilishsa, leppida harduqlar chiqib qoladi deyman." O'bul Hasan bu ikkisini gelandan silingan oliy divanla qo'yilgan bo'limga boshlab kirib, "Qani marhamat" deb bo'g'icha bir qiz patmusda har xil markalik sovuq ichimlik qutularini elib kirib, choy ustiliga qo'ydi va ikki qutining og'zini vakkada qilib echib, kirishib qolgan ikki xo'rozning oldiga adab bilan surib qo'ydi. Ochiqida o'zini tutib olmay, xilili kayib qolgan Abbos tomoqlari qurib ketganmi? Sovuq ichimlik qutisini egiz ko'tarib, g'o'rtulitib, xilili jiq ichivatdi. Hojimmo eshakdan qos quliqini kes degan tamsilni obdan bilamdi. Oldidagi qutini ko'tarib, rosa bir ichib olib, degunicha yerinashgan qutini choy ustiliga qo'ydi. Sovuq ichimliklar ularning ichidagi g'azab o'tini vashshida o'chirayotdimi qandoq, har ikkalisi yengida hejishib bir-biriga qarab qo'yishdi. Abbosning chiroyida nasihatni demamsan degandek bir savolning alanglab turganligini ko'rgandek bo'lgan hojim gelini qirib qo'yib qoniyni rusladi. "Abbos Bo'jang, o'zlari bir uqumishliq rahbar turib, o'g'illarga dushman qilmaydigan ta'tirlikni qildilar", dedi hojim pardishakni qayirib qo'yib. "Uning har qaysilarining boqqan qarzlarini to'lash uchun elib kelgan pulini nima deb o'ylab qilishdilar? Shuncha ko'p pulning kelish manbasi zodi nima? Qoqchilik qilib, sayg'o'ygan bo'lib, sanduqlab pulni topqir bo'lsa, men Bo'jang bo'lib nima qilaman? Sizlar Bo'janglikni 100 qatim tashlavatsizlarmi, qadrdonni do'riyamaylar?" Yaqub hojim tamkinlik bilan so'zlab o'tdi. "Uningga Alloh ato qilgan ne'mat bu. Sizlar texe ashu bir chamdan pulni ko'rib, $10 uçup ketgili tasli qapla. Onun bankadaki pullarını ko'rsizlar, doktorxonaga ulgurmaydigan o'xshaylar. Hey, og'zingni ochma. Men undan pul qarz olib, cho'ng mashinadan ishkini oldim", dedi Yaqub hojim. "Bu qatim O'rimchiga borgandan keyin yana 3 mashina og'irek pul bermoqchi." "Nima? U sizlar hayron qoldik ish ko'p Bo'jang." Hojim dimog'ini qiqib qo'ydi. "Sizning aslida bormi? Xotandan tunji kulich so'digar bo'lgan Xolmat qori." Baba. Kuliga quruq uzun yetkab bergan so'digar. Happalli, ashu chig'da qadrdonga yelinib 60 ming so'm elib ketdi. Nima? Ashu kulich so'digarmi? Shu, texi bo'la emas. Bir qiz yigit yurtini tashlab chiqibdi-ki. Yigit qassoblik qilib kunimni olay degan. Dasmoyiga 2 ming so'm berib turgan bo'lsinlari deb ketdi-ki. Qadrdon ijaraga uy ol, uy jabduqlarni ol, qassobchilikni qil deb 5 ming so'm berdi. Bunda hijolat tartib kelganlarga 3 mingdan tartib 10 minggacha berib yo'lga solgan g'irib g'urvala oz emas. Abbosning og'zi echilganicha hang-tangla qoldi. O'g'lining shuncha nurg'un pulni qanday usulda topganligiga aqli yetmaydi. Ey, Yaqub hojimini. Abbos birdilla bo'shab qolgan edi. Bu ishning tegi-takini menga tushundir. Bu zodi nima ish? Men uni bak qo'pollik qildim. Yaqub hojim qoqchilikning haqiqiy sirini yechib tushuntirib berdi. Agar 1 kilo qoqda 20 tiyin o'shiq sotganda 100 tonna qoqda 20 ming so'm foydasi qilib qoldiganligini. Mushu usulda 300, 400, 500 tonna qoqlarni ishkirdagi lavballarga o'tkazganda bir qatimlik sodida 100 minglab pul qoldiganligini dalillab ko'rsatdi. Hey, amsa boshqa qoqchilarmi shunday qilsa bo'lmandi?
Ular birinchidan shirkat boshliqlariga orqish qildik deb bir yorti go'sht, bir ikki sanduq yal yemish akirdi. Bek cho'ng qildi degandimi bir necha ming so'm orqish qildi. Ko'zi bek kichik. Qadrdan bir qatimizla 10-15 ming so'mni yanchiqqa sep qo'ydi. Shunga ular 1 so'mlik qaqni 1 so'm 20 yoki 1 so'm 30 tiyin qilib yezib beradi. Ikkinchidan, qadrdan bek ishonchli Uyg'ur, Xanzu qaq savdogarlari, xo'jayinlari uningga ishindi. Qadrdandan o'tkazib olgan har qanday moldan chatoq chiqmaydi. Kasbga puxta. Shunga butun Urumchi emas, Xinjiang bo'yicha bola sayg'uygan desa, uni tunimaydigani yo'q. Sal hayajonlanib qazib qolgan Yaqub hojim qadrdanning dehqonlarga qilgan yaxshiliklarini bir-birlab so'zlab, hatto qadrdanning tonimaydigan boshqa yurtlardanmi bola sayg'uyanga tayson deb necha yuz tonnalab mol avatadiganligini deganda, Abbos ixtiyorsiz chikildab ketdi. Qadrdan har qaysilardan dili ranjib uydan chiqqandan keyin dedi Yaqub hojim eg'ir xo'rsinib. Qiyolik Bo'zyer maydonidan 1250 tonna molni tekshirib setib oldi. Hozir 25 mashinaning yo'lga chiqqaniga 3 kun bo'lib qoldi. Men o'g'irlikka 24 mashina bilan yo'lga chiqaman. Qadrdan olgan bu qoqni 1,5 oygacha to'shib qo'yishimiz kerak. Yaqub hojim 1250 tonna molni elish jarayonini so'zlab berganda Abbos Bujang yengikini qamallab uzungacha beshini chayqadi. Biz islohotni tushunmaydiganmiz, islohotning orqasida qoptimiz deb is ayladi. Hozir qadrdan nada? O bugun soat 8 ning aeroplani bilan Urumchiga mandi. Nemish qandi? Urumchidagi 4 cho'ng meva to'satish bozorlariga qoqchilar uning yo'liga qarab, qoqlarni sotmay o'tirdi. Yana bir tarafdan o Xinjiang universitet oltin oshqich tarbiyalash markazida o'qiyotdi. Abbos Bujang hayronlik ilkida tangirqab qoldi. O nima o'qiyotdi? Ishlardan kelgan qoq savdogarlar bilan aloqalashish, to'xtam tuzish, fikr almashtirishda qiynalib qolg'achqa Xanzu tilida o'qib bir qarorni bitirdi. Hozir ikkinchi qarorni o'tirlashdi. Mundaq degan. Abbos Bujangning beshi tushib ketdi. Biz bilan ko'rishmayli ketib qolganini qara bu balani. Oyilda Abdurahmonning boshqasi har chiqmagandek qopiqini ushtib yursa, yana shu shirin chiroylarni ko'rib nima qilay deganda? Bo'ldi. Senmi o'tishga yoqchashmay, qit qisvala. Bu qatimki Sho'ddulla 1 million foyda qalatdi. Yaqub hojim istab qo'ydi. Biroq qadrdan dehqonlar bek nomratga shularning deginiga oldim, so'zlashmadim deydi. Shuningdimi yana 3-400 ming foyda qala? Voy, shundaqmi? Bah. Hozir 5-oy tursa, bozorda qoq yo'q deyarlik. Yangi qoqning chiqishiga xeli bor. Tova, quruq meva chevimi ajab setildi-ki-na? Shokolad, konserva, qoq balish, qoq qiyomi bo'lgisi ham har xil qoq bilan yasaladigan tatliq turumlarni ishlab chiqaradigan zavod, korxona, shirkatlar quruq meva chevini xomashya qildi. Mundaq degan. Abbos Yaqub hojimning birisiga qo'lini qo'ydi. Urumchiga borgandan keyin hammamizning qizg'in salomimizni yetkazib qo'y. O bola qiydab yursin. Biz ochiqlayli, tillayli, qopiqimizni turib olayli. Hammasi shu bolaning yaxshi bo'lishi uchun. Vaqt xila bo'lib qopti. Men qaytay. Beliqut şirketida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglashimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.